Mana Epica so'ragan akalarimiz uchun zo'r holatdagi bitta Epicani topib qo'ydik-ku. 4-pokoleniya metan gazlari bor. Mashinamiz mexanika. Luklik varianti. Salon holati ideal turibdi. Yomon bo'lib ketmagan. Probegi 94 ming kilometr. Yilini aytsam, yili 2010-yil dekabr dedilar. Kraska tekkan joyi bormi yo'qmi? Biz bir buni egalaridan so'raymiz. Aka, kraska tekkan joyi bormi yo'qmi? Kraskasi tozaligi nima turibdi? Balon holatini ko'rganaman. Balon holati o'rta darajada balon holati. Haydasangiz bo'ladi. 15-20 ming kilometr shu balon bilan yurishi mumkin. Hozir bir narxini so'rab, narxini ham aniq qo'yamiz hozir. Mexanika variantda aytdim. Lukli variant. Aka, necha pul deyapsiz shunaqa? Yana kelishasiz. Telefon raqamingizni aytsangiz, 90lik 514 2700. Agar akalarimiz savdo qilmasalar, klientlarimiz telefon qilib savdo qilishlari mumkin.